Mana shunaqangi naves qismi bo'ladigan bo'lsa, 1 kvadrat metri tunikafon nech pulga tushadi sizga? Mana shu videomizda hamma ma'lumotlarni bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, sizlar bilan men usta Arslonbek. Yana bir fayzli xonadonimizni fayzli tunikafon jamoamiz bilan birgalikda Farg'ona viloyati Toshloq tumanida qilib berdik. Bu xonadonimizni uzunligi 17,5 metrga 4 metrli bo'lgan mana shu darvozaxona qismini qilib berganmiz va 125 santimetrlik mana shu shapka qismi, mana bu xorlari bilan birgalikda ko'cha tomon shapkalarini ham qilib berganmiz. Bu xonadonimizni nech pulga qilib berganimiz hammasini sizlarga to'liqonli yoritib o'tamiz inshaalloh. Kanalimizda yangi bo'lsanglar, albatta obuna bo'lib qo'yinglar. Tunikafon haqida bo'lgan ma'lumotlarni sizlarga qo'limizdan kelganicha yetkazib berishlikda biz davom etamiz. Xo'p, bu xonadonimizni aytib o'tganimdek, mana shu darvozaxona qismi, mana shu polnosti shapka, mana bu regellari bilan birgalikda chiroyli qilib o'rab berdik. Bu xonadonimizga 275 kvadrat tunikafon mahsuloti sarf qilib berganmiz. Tunikafon mahsulotimizni 1 kvadrat metrini mana bu lesalari, usta xizmati, reyka, samaris, usta hamma yo'g'i ichida bo'lgan holatda 1 kvadrat metrini 140 ming so'mdan hamma mahsulot ichida qilib bitkazib berdik. Xonadon egasini hech qanaqangi ovoragarchiliklarsiz ishini go'zal holatda qilib topshirib berdik. Xonadon egasi bir mahal obed berdi va mana bunaqangi plafonlarini olib kelib bergan. Plafonlarni biz bekorga go'zal holatda qilib o'rnatib berdik. Mana shunaqangi plafonlarini. Xo'p, akfani o'rtalarini ham yopib berganmiz. Mana shu 275 kvadrat tunika mahsulotimizni ichida mana shu akfani o'rtadagi regellarni ham chiroyli holatda qilib, mana shu ustunlarni ham chiroyli qilib o'rab berganmiz va mana bu shapkalarini qilib berdik. Umumiy bu xonadonimizni 38,5 million so'mga mana shu naves qismi, mana shu shapka va regellari hamma yo'g'i ichida. Hozir sizlarga ko'cha tomonini ham ko'rsatib o'taman. Barcha mahsuloti ichida mana shu aytgan 38,5 million so'mni arziydimi? O'zingizlar albatta fikringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Agarda sizlarni ham mana shunaqangi naves qismi bo'ladigan bo'lsa, albatta kommentariyada razmerlarni yozib qoldiradigan bo'lsanglar yoki biz o'zimizga aloqaga chiqadigan bo'lsanglar, biz sizlarga chiroyli qilib hisob-kitoblarni qilib beramiz. Bu akamiz ham bizga Rossiyadan turib murojaat qilgan. Biz xonadonlariga kelib hisob-kitoblarni chiqarib berganmiz. Kelganimizda 285 kvadrat plus minus hisoblagan edik. Har doimki biz aytamiz plus minusiga ishlaymiz. Oxirida 5-4 santimetrdan bo'lganda ham ozgincha raznica bo'lishi bu tabiiy holat. Bu bitta bizda emas, hammada shunaqa bo'ladi. Xonadon egasiga 275 kvadratga hozir hisob-kitob qildik. Oshgan narsalarni hamma yo'qda hisobdan ayirib yuborgan holatda 275 kvadratga 10 kvadrat, ya'ni biz aytgandan nisbatan kvadratimiz ozaydi. Shunaqa qilib ishini chiroyli holatda qilib bitkazib, topshirib ketyapmiz. Ko'cha tomon shapkasi ham bor. 60 sm, adashmasam 60 sm ga 30 metr bo'lgan mana bu shapkasi bo'lishi kerak. Mana shu shapkasini to'shni razmerlarida ozgincha adashgan bo'lishi mumkin. Hozir xudo xohlasa mana shunaqangi qoshli 90 gradusli через bitta pianino qilib mana shunaqangi dizayn fasonimizda shestkranli karnizlari bilan mana bu tillor lentalari bilan birgalikda hamma yo'g'ini kvadrat metrga hisoblab berganmiz. Bizda mana shu karnizlari, nakonechnik qoshlari, mana shunaqa detallarini biz отдельный metrlab sotib unaqa qilmaymiz. Bu sizning foydangizga bo'ladi. Kvadrat metrga hisoblaydigan bo'lsak, sizga arzon tushadi. Mana shunaqa lesalarini ham o'zimiz ko'tarib kelamiz. Nimaki problemasi bo'ladigan bo'lsa, mana shu xonadonni bitgungacha hamma yo'g'ini o'zimiz bo'ynimizga olgan holatda ishimizni chiroyli qilib bitkazib berib ketilgan. 17,5 metrga mana shu darvozaxonasi bor. Hozirchalik mana shu plafonlarni xonadon egasi olib kelib berdi, buni qo'yib turdik. Keyinchalik esa kosmos lyustralarga o'zgarish plani bor. Inshaalloh kosmos lyustralar qo'yishimiz kerak edi. Vaqtinchalikka qoldirib turdikda, xonadon egasi keyinchalik mablag' bo'lgandan keyin chaqiradi, biz kosmos lyustralarni ham chiroyli qilib o'rnatib beramiz. Mana shu joyga 3 ta kosmos lyustra juda ham go'zal holatda tushadi. Ma'lumot o'rnida kosmos lyustrani butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmatimiz ham bor. Har xil dizayn fasonlarimiz, razmerlarimiz bor. Aloqaga chiqsanglar, sizlarga kataloglarni tashlab beramiz.
Bu darvozaxonalariga boshqa fasonlarimiz ham bor. Fasonlarimizni turli xillari bor. Bulardan agar bizga aloqaga chiqadigan bo'lsanglar, sizlarga полный albom kataloglarimizni tashlab beramiz. Agar sizga yoqadigan bo'lsa, yoqqan fasonlarni bizga yuborasiz. Biz o'sha joyizi eni bilan uzunligini ham yozib tashlab qo'yadigan bo'lsangiz, hisoblab beramiz. Agarda borib o'lchab hisob-kitobingizni chiqarib qilinadigan bo'ladigan bo'lsa, biz o'zimiz borib hisob-kitoblarni ham chiqarib bir yo'l ishingizni bitirib, inshaalloh chiroyli holatda qilib, mana shunaqangi sifatli qilib ishlarimizni bitkazib beramiz. Mana shu nomerlarimizda Telegram, WhatsAppimiz bor. Aloqaga chiqaverasizlar inshaalloh. Telegram, WhatsApp, imoyimiz bor. Aloqaga chiqsanglar inshaalloh sizlarga barcha ma'lumotlarni yana ham o'zimiz to'liq tushuntirib, xudo xohlasa ishlarni bitkazamiz. Xonadonlarni, aka-ukalarni yoki ota-onalarni hech qanaqangi ovora qilmasdan, bozorga yugurtirmasdan biz o'zimiz ishlarni chiroyli qilib bitkazib, shunaqangi go'zal holatda qilib, duosini olib, hojoni, hojotani inshaalloh go'zal qilib ishlarni topshirib berib ketamiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Xizmatimiz hozirchalik vodiy bo'ylab, vodiydan tashqarida Andijon Tunikafon hamkasbimiz, ya'ni akam bo'ladi, Shohruxbek vodiydan tashqarida ham ish faoliyati yurgizyapti. Agar aloqaga chiqsanglar, u akamizni ham nomerini beraveraman, vodiydan tashqarida. Vodiy bo'ylab bo'lsa, o'zimga murojaat qilaverasizlar. Yoqqan bo'lsa, bitta like tugmachasini bosib qo'yishni unutmaysizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi xonadonimiz sizniki bo'lishi mumkin. Tezroq aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'linglar.